2009-yil Yevropa Chempionlar Ligasi musobaqasining yarim finali. Chelsea o'z uyida Barselonani qabul qildi. 8-daqiqadayoq hisob ochiladi. Essien. Adashmasam Essien. Bu to'pni qaytarishga imkon yo'q. Bu to'pni qaytarib bo'lmaydi. Menman degan darvozabon ham qaytara olmaydi bu to'pni. Tak. Penalti. 100% penalti. Yo'q, jarima maydonchasi ichiga kirishga ulgurgan. Yo'q, penalti bermabdi. Endi penalti. Endi penalti 100%, 200% penalti. Yo'q, penaltiga tortmaydi bu. O'yin qoidasi buzilgan, lekin penaltiga tortmaydi. Qizil. Oxirgi chora. Qizil bermasdan boshqa iloj yo'q. Oxirgi, so'nggi chora bu. Frank Lampard. Voleybol. Bu futbol emas, o'sha voleybol. 1000% penalti. Endi penalti beradi. Yana penalti bermadi. Gol. Penalti bermadi, orqasidan sirazi gol. Iniesta. Yo'q, bu to'pni qaytarib bo'lmaydi. Hattoki Peter Cech ham bu zarba oldida ojiz. Penalti bermadi, ortidan gol. Nima bu? Hakamni uradi hozir. Mikhail Ballik o'zini bos. Penalti. Endi penalti beradi hozir. Penalti bu. 100%, 2000% penalti bu. Penalti, alo. Ushbu vaziyatga penalti bermagan ekan hakam. O'sha vaziyatga penalti bermagan ekan. Va bular bayram qilishini, buna qilib bayram qilib finalga chiqqandan yo'q, bunaqa bu tarzda g'alaba qozonib, bunaqa nishonlagandan o'zini o'ldirib yuborish kerak. Aytgancha, pastda ko'rayotgan QR kodni skaner qilsangiz Telegram kanalida manzili chiqib keladi. Telegram kanalga o'tib obuna bo'lib qo'ying.